Agar hayotingizga kimdir sizga kibr qilgan bo'lsa, hech xavotir olmang. Uni albatta sizga ish tushadi. Chunki hayotimda juda ham ko'p voqealar bo'lgan, ayniqsa kibr bilan bog'liq hodisalar meni juda ham qattiq xotiramdan o'rin olgan. Bundan 15 yil oldin oliy o'quv yurtida o'qib yurgan paytlarimda biznesim bor edi va yoshim o'zim tengqurlardan kattaroq bo'lganligi uchun ham o'qib, ham ishlardim. Tabiiy holki darslar qoldirardim va imtihon paytlarida o'qituvchilarga ko'p holatda ishim tushardi. Shunday holat bo'lgan, o'qituvchimiz oldiga kirdim, darslar qoldirganman, endi baho olish kerak. Iltimos, ustoz, yoshim kattaroq, barcha vazifalarni bajardim, bahoyimni qo'yib bering deganimda, o'qituvchimiz bahoyimizni qo'yib bermagan. Va o'sha paytda men o'zim beixtiyor bu narsani aytib yubordim. Bir-birimizga ishimiz tushadi, ustoz, yordam qiling deganimda, hech qachon meni senga ishim tushmaydi deb o'qituvchimiz bahoyimni qo'yib bermagan. O'sha paytda men poligrafiya biznesiga endi kirgandim va meni poligrafiyam bor edi, kichkina bo'lsa ham. Bu voqeadan keyin o'sha kunning o'zida boshqa ustozlarimdan baholarimni olib ishxonaga keldim va uzun ochratni ko'rib va menga hech qachon senga ishim tushmaydi degan ustozimni navbatda turganini ko'rib hayratga tushdim. Chunki bu voqea taxminan 3-4 soat oralig'ida bo'layotgandi. Albatta biz o'sha yerning o'zida ularni ishlarini bitirib, chiroyli qilib, xursand qilib jo'natdik. Albatta bundan keyin juda ham katta xulosa oldimki, hech qachon hech kimga kibrlanmang. Chunki Alloh taoloning qudrati bilan har qanday insonni, har qanday insonga Alloh taolo muhtoj qilib qo'yadi va bo'ysundirib qo'yishi mumkin ekan. Kibrlanayotgan bo'lsa, kimdir sizni mensimayotgan bo'lsa, hech qachon xavotirga tushmang va juda qisqa muddat ichida uni sizga ish tushib kelishi tajribada juda ko'p kuzatilgan.